Assalamu alaykum to'rdoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zamin deb chiqadi. Vatandagilarmi shu musulmon edi. Qur'onlar ko'ydirilib ketyotidi. Masjidlar cho'shqib oqadigan yerga bazmixonaga aylanib ketdi. Musulmon dunyosidan bir eg'iz zuvan chiqqani yo'q. Qur'onlar yirtilib ketsa, chet elda qo'g'daydigan odamlar Qur'on yo'qolib ketmaydi. Uyg'ur yo'qolib ketsa, hammaning yo'qaydigini aniq. O'zimizning da'di yetmagandek, boshqalarning da'diga darmon bo'laman deb dushmanlik keltirish istikida bo'layotganlarga hay deyli. Suriya biz uchun ochiq bir haqiqat. Suriyaga jannatning oshqishini izlab mangan qarindoshlarimiz nima bo'lib ketdi? Da'vatchilar sog' salomat turyotidi, lekin o'g'il qizlarimiz vayron bo'lib ketgan. Bu biz uchun ochiq savoq. Boshqa davlatlar ishiga aralashmang. O'zingizning ziminining qo'yida bo'ling. O'zingizning qarindoshlaringizni qo'yida bo'ling. Qur'on bizninkini ko'ydirilib ketgan bilan Uyg'urning makanda ko'ydirilib yo'qolib ketgani bilan butun dunyoda musulmon yo'qolib ketmaydi. Qur'onmi yo'qolib ketmaydi. Uyg'ur mavjud bo'lsa, boshqa narsa mavjud bo'ladi. Siz aqlingizni ishlatib o'zimizning davosini altishingiz kerak. 71 yilning yoki qanday davo bo'ldi? Satqullarning davosi. Siz Xitoyni tillay olmaysiz, xoinlarni g'am qilmaysiz. Shu Xitoyning yanida mixtik o'ltagan shu xoinlar edi. Xoinlar nima qildi? Bizni satdi. Xitoy o'zligidan kirib yenimizda o'ltamaydi, chaponni kiyib. Xoinlar orqali yenimizga har zaman ash iblis qo'lini sunib olgan. Hozir qadar 71 yil kontrollikda davo. Dava xoinning qo'lida. Agarda xalq o'z ko'tarilsa, xoinmi yo'qaydi, dushmanmi yo'qaydi. Dushmaningizning dushmani bilan siz do'st bo'lishingiz kerak. Dushmaningizning do'sti bilan emas. Dushmaningizning do'stiga haydang. U haq toshma atalaydi dushmaniga. Dushman deb bilganiga. Toshma atalaydi, qurolmi bor, ko'chaga chiqalaydi, ro'zimi tutalaydi, namozmi o'qilaydi. Bizchu vatandagi Uyg'urlarchu uyqungizni ichib muomala qiling. O'yinni o'ynayvermang, o'yinga tang chavoq chapamang qarindoshlarim. Uyg'ur tugisa, hammamiz tugaymiz. Boshqa narimizda hayajon bilan so'zlasakmi? Hayajoningizni besing, hissiyotingizni besing, qallingizni ishlatib, aqlingiz bilan ish tuting. Rahmat sizlarga.